Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybek kuzatib turgan do'stlar. Ustoybek UPS Inverter Telegram kanalimiz va Instagram kanal izlovchilari 4 kilovatlik 48 voltga chista 4 kilovatlik UPS, bitta obagrevatel, 1 kilovat, 2 kilovatlik obagrevatilimiz, yana qo'shimcha nagruzkalar hammasi bo'lib do'stlar qaranglar. Ustoybek mahsuloti 219 volt bir standart напряжение tushib ketib qolmaydi. 3669 watt. Yana bunga yana bitta obagrevatel qo'shib bersa bo'ladi. Aytilgan kilovatlar, aytilgan mощностьlar bu video so'nggacha ko'rsalaring. Hozir hamma ma'lumotni beraman, o'zlaring ko'rasizlar. Moshni UPS do'stlar. Aytilgan 4 kilovatni чистый sinus beradigan UPS. 4 ta akkumulyator qo'yiladi, ulab qo'yasiz. Mana shunaqa vilkasi bor. To'kka tiqib qo'yasiz. O'zi zaryadlab, o'zi hamma yoqda avtomatik bajaradi. Tarmoqda to'k kelsa, tarmoqqa men qarab turib uladim. Hozir tarmoqqa o'zib o'laman. Sirazi tarmoq ulanishga o'tib oldi. Sirazi tirs bilinmaydi o'tgan. Mana. Qaranglar. O'zi akkumulyator zaryadga qilib qon to'g'izadi. Chista 4 kilovatlik 48 voltga 4 kilovatlik moshni UPS do'stlar. Qaranglar mana. Moshni kimga sifat bag'vot UPS kerak bo'lsa mana do'stlar. UPS o'zini tayyorlayapmiz. 4 ta geliy akkumulyatorni olasiz, ulaysiz, ishlataverasiz do'stlar. Chista 4 kilovatlik 48 voltga 4 kilovatlik 4000 wattlik UPS. Obagrevatorlarda hamma yoqda kattaroq, faqat akkumulyatorda ko'proq kattaroq qo'yasizlar. Hozir men bu yerga bu obagrevatorlarni prosta bu yerda nagruzkani ko'tarib ishlashini ko'rsatmoqchi bo'ldim xolos. Demak, nimasiga qarab turish, sizga qarab turib akkumulyatorlar kattalashtirsangiz, uzoq vaqt yoqib ishlataveradi do'stlar mana. Qarab turinglar. Sirazi o'tgani bilinmaydi, sirazi o'tib ketib qoladi. Akkumulyatorni o'zi zaryadga qiladi, qon to'ysa o'chiradi. Hamma yoqda o'zi avtomatik bajaradi. Akkumulyatorni qaynatib qo'ymaydi. Qaranglar mana. Eng qizig'i qarab turinglar. Mana pastda nagruzkalar ulab qo'yganman. Hali bizda zamikanalar bo'ladi, shunaqa ham zashitalari kuchli do'stlar mana. Mana. Hozir uzib ko'rsataman. Endi mana qaranglar. Mana bizda bezopasniy tomon deymiz. Bu UPS'imizga 5 yil xudo xolasa garantiyasi bor. 48 volt 4 kilovatlik. Qaranglar, buni yuzga qo'yib qo'yasiz, har doim o'zi avtomatik ishlaydi-yu. Bezopasniy tomondan do'stlar qaranglar. Masalan, zamikanalar bilan tarmog'ida svet, mana akkumulyatordan to'k chiqarib turibdi. Zamikanalar bo'lsa, o'zi avtomatik o'chirib beradi, qarab turinglar. Ko'rdinglarmi? Zamikana bo'lsa o'zi o'chirib qo'yadi. Keyin yana zamikana ketidan bo'lsa qayta yonaveradi. Kuyib ketib qolmaydi Xitoydagiga o'xshab. Masalan 5 yil ichida bir narsa bo'ladigan bo'lsa, servisi bor, remontini qilib ko'rib, hamma zapchast qo'limizda bo'ladi. Lekin mana ko'ryapsizlar, zamikana ham zashtalari kuchli, o'zi avtomatik o'chirib qo'yadi. Moshni UPS do'stlar. Buni 12 volt 1 kilovatlik, 24 volt 2 kilovatlik, keyin 48 voltga 4 kilovatlik tayyorlab beraveramiz do'stlar, mana zakazga. 4 kilovatlik zakazga yig'ib beramiz, lekin 12 volt 1 kilovat, 24 volt 2 kilovat tayyorlari bor do'stlar. Akkumulyatorni qaynatmaydi, o'ldirmaydi. Qaranglar, keyin akkumulyator qilib zaryadga qilishda ham buni vilkasi bor, shu to'kka ulab qo'yasizda. Qarab turing, o'tishdan qarab turinglar, sezilmaydi. Tarmoq to'kini prami olib beradi. Akkumulyatorni o'zi zaryadga qiladi. Qaranglar. Akkumulyatorda qon to'ysa ham o'chiradi. Keyin akkumulyator svet yonmay qoldi. Akkumulyator to'kini sekin yeydi-ku. Bir xilgi UPSlar, Xitoy samodelkalar akkumulyatorni polностью to'kini yeydi-da. Hech qanchaga bo'lmasin, bir oyda yana yangi akkumulyator olasiz. Bunda o'zini yomkisidan tushadigan bo'lsa, avtomatik o'chirib, ogohlantiradi. Akkumulyator to'kib qolmadi deb o'chirib qo'yadi. UPS o'zi ishlab, keyin to'lgandan keyin ham o'chiradi. Keyin akkumulyatorda akkumulyator purishlar yaxshi biladi. Akkumulyatordan ishlaydigan rejim xraneniyasi bo'ladi. Masalan 12, 13, 5 rejim xraneniyasini bir xilda ushlab turadi do'stlar. O'zi zaryad berib, kontrol qilib, balans qiladi do'stlar. 4 ta akkumulyator qo'yiladi. Xo'p, 24 volt 2 kilovatga 2 ta akkumulyator, 12 volt 1 kilovatga bitta akkumulyator, 48 volt 4 kilovatga 4 ta akkumulyator qo'yasiz. 48 voltga mana bu yerda orqasini ko'radigan bo'lsak, moshni UPS 4 kilovatda mana shu yerga mana iste'molchingiz ulab qo'yasiz, avtomatlarni ko'tarasiz, bo'ldi, tegmaysiz. O'zi bexavotir ishlayveradi bu UPSimiz. Zamikanalar bo'lsa o'chirib qo'yadi do'stlar mana. Oldida hamma ma'lumotlar beradi, qarab turinglar. Ustoybek mahsuloti, batareyka 54 volt, kirish 181 volt, charge amperi 10 amperi akkumulyator zaryadga beradi. Mana. 9 amperi. O'zi sekin qilib qon to'ygan sari balans qilib o'chiraveradi do'stlar. Mana. Tokni ham, voltni ham kontrol qiladi. 182 volt 9 amper zaryadga beryapti mana do'stlar.
Demak do'stlar, hamma ma'lumotlar Ustoybek Telegram kanalimizda o'tsalang, buni narxlari bor. UPS o'zini tayyorlayapmiz, akkumulyatorda o'zingiz olasiz. Narxlarini o'tinglar Telegram kanalimga shunday narxini chiqarib bergan, o'tib ko'rib olinglar do'stlar. YouTube'ga narx qo'ymaymiz, chunki eski videolar bo'lar, yangi videolar aralashib ketib qoladi. Ustoybek UPS Telegram kanali, shuni o'tasiz, o'shada narxlari, hamma ma'lumotlar bor. Obzorlar, ichki ko'rinishlari, ichki konstruksiyalarni ham ochib qo'yib berganmiz do'stlar. O'tib ko'rishlari mumkin. Sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Kanalga obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Instagram kanalimga ham buni obzorlarni qo'yib boryapman. Instagram kanalimga o'tib obuna bo'linglar. Hozircha har deyman. Demak, Ustoybekda ishonchli aytilgan kilovatlar. 4 kilovatmi? 4 kilovat chista ko'tarib ishlaveradi. Masalan, 1 kilovatli, 500 vattli deb 1,5 kilovat deb sotmaymiz do'stlar. Hozircha har.